Әпәнди менің кішілікімге, садақытымге, әйтаву, маң ішенмегендек гәпләрне қылды деп ағрынған едім. Есімге келді. Biz səfər tayyorligi uchun Qashqarga kirdik. U Yumloqshaga ketdi, men Basaga. İkkimiz kechda Hilol Ahmarda uchrashadigan bo'ldik. İşimni tugutib, Hilol Ahmarga kelsam, Mollika Majiddin doktor bilan hovlida so'pida o'tirishgan ekan. Sayfiddin Mamtiri apandi bilan bir navri bo'lg'ashqa, atishda tuqqanlar ichidagi o'qimishliqlarni ataydigan odatga ko'ra Mollika deydi. Meni ko'ribla Mollika Majiddin doktorga: "Doktor, shu anda biz Sayfiddinning nazarida kim? Bir ma'budga tang desimi bo'ladi, shundaq emasmi?" dedi. Men ko'nglimda buni tasdiqladim. Demisimi rost edi. Shu chog'dagi ko'nglimda Mollikamlar boshqa apandilar shundoq ulug' kishilar edi. Xato qilmaydi. Mangulik o'lgan edi. Mollikam so'zini davom qilib shundoq dedi: "Sovetga chiqib 6 oy o'tgandan keyin o'zgarib shundoq holga keladi-ki, shu yerdan atsa, o'qi yetadigan miltiq bo'lsa, ikkimizning peshonasiga atadi." Mollikam yaqinliq kulib turadi. Chaqchaq qilayotgandek qiladi-yu, bu menga bek har kelgan edi. Har qancha bo'lib ketsammi, 6 oyda Mollikamlarga dushman bo'lib qolgandekmi o'zgarib ketmasdim. Menga shundoqmi ishonmaslik bo'lamdi deb ranjib necha kun gaplashkim kelmay qolgan edi. Keyin qanday qo'ydim? Ya'ni degandek 6 oy o'tgandan keyin yoki 1 yil o'tgandan keyin. Apandim ajabmi to'g'ri gaptikan deb o'yladim. Bu mazmunlarni 1988-yili 9-oyda Sayfiddin apandi bilan Qashqar yangi mehmonxonada ko'rishib, Mamtiri apandi va shu tarixiy davr haqida suhbat qilganimizda u o'z og'zi bilan so'zlab bergan edi. Abdurdin dedi, u jiddiy holda diqqatini yig'ib, gumonxo'rlik bilan: "Bayatdin Mamtiri apandining gapini qilishdi emasmi? Shunga tuyuqsiz yodimga yetib qoldi." dedim, boshqa gap qilishga rag'dim bo'lmay. Bildim, Sabit. Sen xubsallikni aplashtirmaysan. Ko'nglingdagini osonla oshkorlab qo'ysan. Uning ustiga men seni bilaman. Sen degan ashundaq bo'sh yerga bir nimalar deb yuradigan odammi? dedi u bir oz xafagan. Sen meni 180 graduslik bir o'zgarishni boshdan kechirding. Shuning farqidami sen demoqchi-ku? Javob bermadim. Biz Sovetdagi o'zgarishlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Xalqning madaniyatda qanchalik yuksalganligini, g'amxo'rliklarni, baxtli turmushini. Bu paketlarni yaratgan bir partiyaning masligini xato deyishga asosim bormi? Amaliyotni o'z ko'zim bilan ko'rib turib, johillik qilishim kerakmidi? Bunisi bir mahal qirg'inlar, qatlamlardan keyin barliqqa kelgan moddiy farovonlik deydi. Ashu dastlabki mezgillardagi qirg'inchiliklarni unutib, bu farovonlikqa shukr qildikmi deydi. Va balki bu qirg'inchiliklarni mushu keyingi farovon davrining qurilishi uchun zarur edimi deydi. Ammo bular moddiy taraf. Ma'naviy qadriyatlari qandoq? Xalq rushlashmoqda, diniy e'tiqodi cheklandi, milliy ruhlari, alohidliklari nobud bo'lmoqda. Bu taraflarini nima desak bo'ladi? Men buni tushunish uchun so'rayapman. Boshqa g'arazim yo'q. Kommunizm shunda g'oyiki, uni tushungan chog'ingda davlatnimi, millatnimi qo'ysan. Ko'zing shundoq ochiladi-ki, butun insoniyatni o'ylaydigan bo'lasan. Barliq ezilguchilarni. Kommunistlar davlat demaydigan, millat demaydigan, butun dunyo proletariatlarining baxtini ko'zlaydiganligini men o'qidim. Ammo Sovetlarning yana shu seni ta'sirlantirgan amaliyotlarga o'xshash, meni ikkilantirib qo'yayotgan amaliyotlarimi bor. Buni qandoq tushunsam bo'ladigan-do deb qolaman. Masalan, shu ezilguchilarning do'sti. Bizning 30-yillardagi xalq qo'zg'olonlarimizga qandoq muomalada bo'ldi? Ezilguchilarga yordam berdimi, ezguchilargami? Shu Mollikan qatorliqlarni turmada ko'ydirayotganlar, keyin bizni ozod qiladigan milliy armiyada bo'y ko'rsatgan Ishoqbek, Mavlonovlar emasmidi?
Yana ular 1937-yildagi hujumlarda 50 mingdan ortiq ezilguvchini taklimakonning ichlariga, qorong'u tog'larga surib, jiniga zamin bo'lganligiga shohid bo'ldim. Men shu 4-chilarning havo hujumlarida o'chkilardek qochqonlarning biri edim. Men qara, kommunizm harakati behjon gap bu. Dunyoviy harakat. Ammo sen davatgan u ishlar kichikkina Uyg'urning ichidagi kichikkina ishlar. Cho'ng vaziyatdan olganda ba'zida kichik qurbonlarni berishga bo'ladi. Bu degan siyosiy. Ha, bildim. Demak, Uyg'urning davlati bo'lmasa-mi bo'ladi bu cho'ng vaziyat uchun. Biz har qachon Xitoyning qo'lida bo'lishimiz kerak. Bu cho'ng vaziyat uchun. Mana endi hammasi o'tib ketdi-ku. Jangi jidalmi besiqdi, xalqmi ozod bo'ldi. Endi urush yig'iliqlarining jarohatlari saqayib, xuddi Sovet ittifoqidek yaxshi bo'lib ketadi. Oldimizga qarashimiz kerak. Ozod bo'ldik dedingmi? Kimdan, nimadan ozod bo'ldik? Nimaga erishdik? Zulmdan, koni jamiyatdan, azguchilar sinifidan ozod bo'ldik. Erkinlikka erishdik. Azguchilar sinifi kimdi? Her millatdan bo'lgan boy pomishchiklar sinifi, feodallar, kapitalistlar. Sen o'zingmi ash ezguchi sinfga tava oiladan kelib chiqqan. Sen eslab baqa, sening oilang ezilguchilardan kimlarga zulm solgan edi? Bizning oila zulm solmagani bilan boshqalar zulm solgan. Masalan, otishdan bir misol bergin. Qaysi boy, qaysi kambag'alni ezib haqqini bermay ishlatgan. Bir bütün nazariyini bundaq ushaqlavasak javob bergili bo'lmaydi, sabit. Bundaq chingizlik qilma. Buni tushunmagidek, geri odam emassan. Bo'ladi. Ya men tushunmayotgan bir yeri bordi, ya sen tushunmayotgan bir yeri bor. Buni zaman ayırсын. Ölmesek yeni görüşemiz. Ammo o'tkinchi narsalar uchun mangu o'zgarmaydigan qimmatlarni tegishishga oldirmasak yaxshi bo'ladi deyman. Xalqning nodonligidan yoki bizdeklarga bo'lgan ishonchisidan foydalanib, ularning kallasiga vaqtliq narsalarni eng muhim qilib o'rnatishga tirishmasak yaxshi bo'ladi. Texmo aniq bo'lsin uchun shularni qo'shib qo'ydim. Sen dal O'rta Osiyolik qarindoshlarimiz Oktyabr inqilobining oldi keynida mangan yo'ldan ketyapsan. Bu nima deganing? Men sening kommunist bo'libla millatingni unutib ketishingga ishonmayman. Sen shu G'arbiy Turkistondagi millatchi ziyolilarning kommunist ideologiyasini qabul qilsa, bolsheviklar bizga mustaqillik berdi degan bolalarcha sodda xiyoli bilan o'xshash. Ba'zilarning hatto qon-qoni bilan haqiqatanmi kommunist bo'lib ketganlarga taqlid bir yo'lni tanlagandek qalasan. Ammo ana shu holdami ularning oqibatlarining qanday bo'lganligini o'ylab ko'rdingmi? Bolsheviklar balkim ularni sizlarga cho'nqur yoshiringan, niqoblangan burjua millatchilari deb ishontirgandir. Ammo marksizm nazariyasiga to'p qo'shgan, 3-dunyo nazariyasini o'ttirg'a qo'ygan, shu 3-dunyo ellarida Lenin bilan Stalindan mubakroq tonilishga boshlagan Mirsulton G'oliyevning oxiri nima bo'ldi? Mirsulton G'oliyev tatar kommunisti, marksizm nazariyachisi. U 3-dunyoda 3-dunyo uqumini tunji bo'lib o'ttirg'a qo'yguchi. Keyin bolsheviklar uning o'sib ketayotgan inovatidan ansirab, uni burjua millatchisi, soxta kommunist degandek jinoyatlar bilan avval kommunist partiyadan qo'g'lab chiqargan, keyin jazolagan. Vatanimizda Xitoylar 3-dunyo uqumini mavzudoning o'ttirg'a qo'yganligini davron qilib yurgan edi. Abdurdin. Bularni cho'nqurroq o'yla demoqchiman. Marksizm, kommunizm deb ko'tarib olgan narsa faqat parda. Milliy manfaat hammadan a'lo. Nima demoqchisan? Masalan, sinf huquqlari bizning milliy kulturimiz ichida o'rni bo'lmagan bir huquq. Chunki diniy e'tiqodimizga ko'ra, ishchining manglay tari qurimasdan uning haqqini berish kerak. Hadis sharif degan aqida bilan minglarcha yildan beri yashab kelyapmiz. Bu holda birasini haqqini bermay ishiltish, kommunistlarning tili bilan aytganda ekspluatatsiya qilish millatimiz orasida bo'lishi mumkinmi? Yana masalan, Gomindang tarafda 3 maslak tarbiyasi olganlar xalqqa buni singdirishga, ezib ichirishga tirishdi. Go'yo mushu maslaklar eng to'g'ri, ularni baxtga erishtiradi. Ammo keyin uning baxtga erishtirmaydiganligi qildi. Xalq aldandi, vaqti zoya bo'ldi. Tarixiy fursatlar qo'ldan ketdi.
Әмді келіп, kommunizmning haqiqiy xalqiningla baxti uchun butun dunyoga kelgan mabkur ekanligiga ishondirish ketirishimiz. Buning bilan bir zamonlar kelib, bu vaqtning sinoqidan o'tolmasa, o chaqda bu xalq yana aldangan, fursatlarni qo'ldan bergan bo'ladi demoqchiman. Sen qandoq qajodam, sen sabit. Vaqtning sinoqi deganing nima deganing? Acaba bu Sovet ittifoqida sinoqdan o'tmadimi? Xalqning ko'ngliga yoqmadimi? Yana nima kerak sana? Bu xuddi sen degandek bir ish. Kommunizmning dunyoviy harakat oldida bizda kichikina xalqdan 100 minglab o'lsa, ushoq ish bo'lgandek. Odam hayoti uchun uzun bir qarni hisoblangan 30-40 yoki 50 yil dunyo hayoti uchun cho'ng gap emas. Hatto 100 yilmi hech gap emas. Buninglik bilan vaqtning sinoqidan o'tgan bo'lib ketmaydi. Xo'sh, shuning uchun bundaq narsalarga o'zimiz ishonsakmi, ishinib turayli-da, ammo xalqni ba'zi tarixiy xatolarga boshlashdan burun foyda ziyni, ma'naviy ta'sirini cho'nqurroq o'ylab ko'rsak demoqchiman. Tushunmadim. Masalan, sening paxtakli dehqonlari nomidan mavjushiga xat yozishdek bundaq bir ishni o'ylab topganing bakmi ichinishliq bo'lganmi qandaq? Buningga bir ehtiyoj bormidi? Zaruriyat bormidi? Agar masalaga yana bir yo'ndan deylik-ki, milliy hislar nuqtasidan qaralsa, bu ish bakmi sharmanda bir ish bo'lamdi qandaq deganni o'ylab ish qilsak demoqchiman. Sayfiddinning chiroyi tatirib ketdi. G'azabini oromli bosdi. Men bir kommunistman, bilamsan, o'zim xohlab, ixtiyorim bilan kommunist bo'lganman. O'zim to'g'ri deb ishongan maslakka boshqalarni qizg'inlik bilan jalb qilaman. Mavjushiga sadoqat bildirdik. Nemisi yomon bo'pti? Uning ovozining toni o'zgarib ketganligini menla emas, Oyimxonmi bayqagan edi. U oshxonadan un qatdi. "Apandim, mehmon bilan bo'g'ishib qolmang yana. O'zingizni tutib eling." "Sen sadoqat ifodalasang, buningga bir fikrim yo'q," dedim gapimdan yanmay. "Sen o'zing xohlab tanlagan yo'lingga jon fido qilish huquqliq. Hatto bu sening burching. Ammo hech nimani tushunmaydigan sodda xalqning nomidan qilingan bu ishni to'g'ri bo'ldi deyolmayman. Bir kunlari kelib, bu millatning beshiga cho'maq bo'ladigan bir to'qiy la'nat bu. Mana, mushundaq ulgilar bilan shoirlarga bir yo'nalish ko'rsatilgandek bo'ladi-da. Hamma shoir bas-basda madhiyaga boshlasa, hamma narsa go'zallashtirilib ko'rsatilsa, bundaq sun'iy barliqqa keltirilgan saxta ma'naviy atmosfera ichida xalqning holi nima bo'ladi? Ya'ni ma'naviyati bu ulgini seni yaratdi deb turolmayman. Bu Sovet ittifoqida allaqachon barliqqa kelgan bir ulgi. Men Sovet adabiyoti bilan bir oz tanishib baxtim. Bundaq saxta reallik ko'rinishlari ichida xalqning ma'naviyati o'ladi, qimmat o'lchamlari buziladi, to'g'ri xato hukm qilish iqtidori tugaydi. Sayfiddinning tatirishlardan endi u menga javob beradigan bo'lsa, cho'qim tillab tashlaydigandek bir holni ko'rgan edim. U siyosiy bo'g'ashqa o'zimi bu ruhiy holatini mo'lcharlab, bu temani tamoman yepish orqali bu vaziyatdan qutulg'ili bo'ladiganligiga jazm qilsa kerak. Bo'ldi. Bu mavzularda sen bilan kelishgili bo'lmaydi ekan. Buni talashmayli. Sen bir xizmat ishlashga qarshimi qandaq? Men degina, dedi. Xizmatni hilimi qilyapman-ku. Xizmat qilmasam nonni nerdan tepib yeyman? Yashashim kerak-da, dedim devanglachi pozitsiya bilan Sayfiddinni jila qilish uchun. Seni bir viloyatga vali qilib avatish o'yimiz bor. Qanday qilasan? Bo'lmaydi, dedim keskin rad qilib. Men ma'muriy amal tutmay, ilmiy xizmat bo'lsa qilay. Muallimlik bo'lsa texmi yaxshi. Voy kash. Asosiy qatlamda pishib chiqsan yaxshi edi. Sen o'z vaqtida kuchada shundoq yaxshi ishlamaganmiding? Nimishki ma'muriy xizmat desa, bo'ridan qochgandek qochmoqchi bo'lasan. Yakanga vali qilishni o'ylagandim. Unimisan bo'pti. Amsa ya institutga mudir bo'l yoki Fanlar akademiyasiga rais bo'l. Ha, yana ma'rif nazorati yoki madaniyat nazoratimi bor? Bular bo'lsa bo'la. Tanlash huquqim bo'lsa, maktabni tanlayman. Bo'ladi amsa. Mening bekitish huquqim yo'q. O'zimni bekitib assam bo'lmaydi. Muzokaraga qo'yib, ondan qaror qilamiz. Shu chaqda qayerga imkon bo'ladi qaraymiz. Ammo shuni deb qo'yay, gap so'zingga diqqat qilgin.
mening uyimda menga degan gaplarni boshqa yerda, boshqa odamlarga deyveradigan bo'lsang, sana men ega bo'la olmayman. Gap qilmadim. U mendan rahmat kutganmidi bilmayman. Ammo rahmat demadim. Undaq bo'lsa tamoqqa baq, gap bilanli bo'lib ketibdiq, dedi sohibxonlikni yodiga ilib. Muomilimizdan yumshab qolgan vaziyatidan foydalanib, meni bearam qilayotgan bir ishni so'rab aniqlab bilish qoldirdim. Balkim o'rin emasdi. Ammo so'rmasdan chiqib ketsam, bundaq fursat yana bo'lamdi, bo'lmamdi, Alloh biladi. Bir narsa so'ramoqchi edim. So'rsam, kommunistcha, siyosiga uyg'un bir javob berishingdan ansirab turman. Men haqiqiy ahvolni o'qib baqsam deyman. Qani so'ravagin. Uyda bo'lgandan keyin siyosat bo'yicha javob bermay, do'stlarcha javob beraman.